Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Mana keyin zakazlarimizni xudo xolasa olib kelib, o'zigalari topshirdik. Bular sizlarga bir chekkadan obzor qilib berishdan oldin bitta like, podpiska kutib qolamiz. Boshlaydi. Bu tashqari taraflari polni bu uyimizni akvaplastdan bo'lgan. Mokriy oynalari shu qora tonirovniy oynalardan bo'lgan. Ichkarini ko'rsatmaydi, tashqarida. Oldi kirish asosiy eshiklari ham akfa alyumindan bo'lgan, romlari hammasi plastikdan bo'lgan. Ichkari taraflari o'sha tashqari tarafga kombinatsiya qilinib, mokriy MDFdan eshik bo'lgan. Bir chekkadan bularni sizlarga obzorlar qilib o'tamiz. Xo'p, eshigimizni konstruktorlari kelib o'tadigan bo'lsak, mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Уже laklari hamma yo'g'i mana уже tekis glansiy xitoylik qilib berganmiz. Mana уже naryada aksda bemalol ko'rsatadi. Shu yerdan bilsanglar ham bo'ladi. Zamoylari ham o'sha fabrishniy zamoylari o'sha o'zi eshikka bosib qo'yib berdik. Bu tarafda ham mana boshqachasi. Bunisi tashqariga ochiladigani, bunisi ichkariga ochiladigani. Bularni hammasini narx-navolarni bilmoqchi bo'lsanglar, Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlarimizga yozsanglar, bemalol sizlarga hisoblab chiqarib beramiz pullarni. Yana boshqa fasollar ham bor. Telegramdan skitkasi tashib beramiz kanalimiz. Shu yerdan kirib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, ikkinchi etajga ham shunaqa yopiqlik, boshqacharoq dizayndagi qilib berganmiz. Yana shu mokriyga qora kraska ishlatib, bunisi oynali, bunisi yopiqlik. Yopiqlik varianti shunaqa bo'ladi, oynali varianti bunaqa bo'ladi. Xo'p, bu ham shunaqa yopiq varianti. Mana hozirgi kunda eng trendda bo'layotgan rang, fasonlar hozir shular bo'lyapti, polni. Ichkarida zal. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kanalimizga like, podpiska bosishni unutmanglar. Tarafda mana